Olmada in vitro degan narsa yo'q o'zi. Bu ma'lumot hammaga. Olmani payvandagi stul bed deyiladi. O'sha M9 ekib turib, 106 ni yotqizadi. Yotqizgandan keyin bolasi chiqadi, ko'mib, keyin shuni olib ekadi. O'sha to'g'ri ko'chat o'sha. Faqat olmada. O'sha shoftoli, bodom, gilos bo'lsa, u 100% in vitroda qilsa bo'ladi. Chunki bunaqa ko'paytirib bo'lmaydi. Endi siz aytgandek payvandni ekib turib, keyin ulashga kelsak, bog'ga ekmaysiz. Alohida ko'chatchilik qilib turib, ko'chat tayyorlab, keyin bog'ga olsangiz bo'lishi mumkin. O'rniga ekib qilib bo'lmaydi. Chunki aytaylik 100 mingta ko'chat tayyorlasangiz, 50 mingtasi zo'r bo'lganda birinchi sort bo'ladi. Endi shu 100 mingtani to'g'ridan-to'g'ri bog'ga eksangiz, bir joy olmagan, bir joy umuman ko'chat qurigan, biri katta, biri ingichka, u bo'lmaydi. Saralash kerak baribir.